Qazo namozlari bor odam qazo namozlarini o'qimoqchi bo'lsa, qanday niyat qiladi? Ko'pchilik insonlar namozlarni qazo qilgan bo'lishi mumkin yoki kechroq ibodatga kirganlar bor. O'shalar qazoni o'qimoqchiman, qanday niyat qilaman deydi. Niyati oddiy. Kunlik 5 mahal namozni o'qimoqchi bo'lgan odam qazosini albatta. Bomdodni, peshinni, asrni, shomni, xuftonni va vitr vojib. Vitr vojibni ham qazosi o'qiladi. Bomdodni o'qimoqchi bo'lsa, azon va takbir aytadi. Avvalgi qazo qilgan bomdod namozim deb niyat qilishi mumkin yoki oxirgi qazo qilgan bomdod namozim deb niyat qiladi. Shu ikkalasidan bittasi bo'ladi. Avvalgi qazo qilgan bomdodim yoki oxirgi qazo qilgan bomdod namozim. Peshinda ham shu, avvalgi qazo qilgan peshin namozim yoki oxirgi qazo qilgan peshin namozim. Vitr vojibda ham avvalgi qazo qilgan vitr vojibim yoki oxirgi qazo qilgan vitr vojib namozim deb niyat qiladi. Bo'ynimizdagi bu qazolar qarz, akalar, ukalar. Shuning uchun imkoniyat boricha birinchi o'sha qazolarni, qarzlarni